Gentra legenda, Nexia legenda deganlarga jo'natib qo'yamiz. O'zingda bor legenda bo'ladi mana. Chaqmoq ekonomik yo'l jamoasidan navbatdagi dastavka Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sulton qishloqqa bo'ladi. Qish ham uni yozda deyishadi. Yozda bo'lmasa bahor desangiz undan ham yaxshi bo'ladi. Sababi yozda oxiridan kuz oylaridan boshlab ochretlar boshlanadi. Hozirgi vaqtda kat yo'llarimiz avtomat, pol avtomat kat yo'llar nalicha holatda bo'ladi. Hozir bu kat yo'limiz Chaqmoq ekonom 10 kat yo'limiz, Nijniy Garena kat yo'l bo'lib 100 kvadratgacha bo'lgan joylarda isitib berish uchun mo'ljallangan kat yo'l. Hozir bu dastavkamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sulton qishloqqa jo'nab ketyapti. Hozir kat yo'limizni qisqacha ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kat yo'l olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mana kat yo'limiz rechaklar bilan kunini to'kadi. Endi santexnik akalarimizga aloqaga chiqqanimizda shu eshikchani iloji bo'lsa ruchkali qilib beringlar, sababi boltga bo'lsa qiyin bo'lyapti deshadi. Ko'p kat yo'llarda ko'rsalaring, arzon kat yo'llarda tepadagi eshigi ham boltga bo'ladi. U narsa noqulay yechib qo'yib, ishi ortiqcha ish bo'lganligi uchun hattoki mana kichkina eshikchasigacha ruchkali qilib qo'ydik. Qulaylik uchun osongina ochasiz, yopasiz. Baydan to'rtta boltni yechib, yana qaytib qatirib yotmaysiz, ancha qulaylik bo'ladi. Bu yerda tenlik o'rinlarimiz bor. Ventilyatorli holatda ham, svetsiz holatda ham eshikcha ochilish, regulyatorning tiyagi orqali eshikcha ochilishi bilan kat yo'limiz bemalol ishlab beraveradi. Mana miyalari ham ishlatishga sodda, ham mustahkam narsalar ishlatilgan. Avtomatlar ham mana ko'rib turibsizlar, haqiqiy yaxshi avtomat ishlatilgan, kichkina kulchatircha ishlatilmagan. Regulyatorlari ham, termostatlari ham yaxshisidan, qimmatidan ishlatilgan, faqat arzon narsa emas. Mana eshiklariga maxsus kat yo'l uchun bo'lgan asbestli arqonlar ishlatilgan. Keyin kat yo'limizni arqon qisilish holatiga agar tutun chiqadigan bo'lsa, bu joyidan legirovka qilib, pastroqqa tushirib turib, yana ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Havo chiqmaydi, yaxshi ishlab beraveradi. Havo chiqishi birinchidan kat yo'l portlashiga olib kelishi mumkin. Havo aylanib, o't yonaversin. Misol uchun bu yerda havo kirib turibdi, o't aylanaveryapti, yonaveryapti. Kat yo'l portlashiga olib kelishi mumkin yoki tutun chiqib, joyingizni tutun qilishga sabab bo'ladi. Shuning uchun shularda hisob qilingan, ruchka tarafi ham, bu tarafi ham legirovka qilinadi. Ranglarimiz aytilgan rangga bo'yab berilaveradi. Qish oylarida, kuz oylarida kutib qolmaslik uchun hozirdan harakat qilib olishlaringga tavsiya qilamiz. Mana bu yerdan bo'shatib, bemalol bu yerga yig'ilgan qurumlarni olib tashlashlaring mumkin. Mana tushunmaganlar bu yerda demoxod kulxonasidan kichkina qilib qo'yishyapti. U darrov to'lib qoladi, keyin yana darrov tozalashga to'g'ri keladi. Tepalarni ham 5 sm, 10 sm dan qochmasdan uzunroq qilib berganmiz. Sababi tozalashlari qulay bo'lsin. Bu yerdan suv kirgiziladi yoki bizirgina qo'yiladi. Yoki ochiq sistema bo'lsa, datchik qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bayda obratga, bayda podacha. Mana ichki holatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ichi chugun bo'ladi. Chugun bo'lganning yaxshiligi tozalashga oson bo'ladi va chuguni tinchigandan keyin bemalol yangi qo'ysak bo'ladi. Garantiyalarimizga keladigan bo'lsak, garantiyalarimiz 2 yilgacha garantiya beriladi. Ichki suv qo'ymaslik holatiga 2 yil garantiya beriladi. Elektr qismiga, ventilyator miyalariga 1 yil garantiya beriladi. Mana hozir nalichidagi kat yo'llarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu o'sha Nijniy Garena, Verxniy Garena kat yo'llardan. Hozir bu Nijniy Garena holati, xuddi shundan Verxniy Garenasi ham bor. Endi bu avtomat kat yo'llarimiz. Avtomat kat yo'llarimizning garelkalari har xil bo'ladi. Bu haqida video qildik. Kanalimizga o'tib, YouTube kanalimizga bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Farqi nimada? Hozir yana qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kat yo'l olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.